Vaziyet ve muhakeme vatandaş, Uyghur vatandaşım. Bugün Çislağ 2022 yıl 3. ayının 11. günü. Başta sözlep öttük Amerika başçılığı daha G'arb dünyası ve 7 devlet güruhi Rusiyaga berilgan sodada itibar beri siyasi imtiyazını tartib aldı yoki bekor qildi. Buning ma'nosi nima desiniz? Rossiyadan Amerika bozorlariga kiradigan bir qop tamaka yoki papiros rus tilida bir qop tamaka Amerika bozoriga $2 bilan kirdi deyli. Dünya soda ve imtiyaz tertip berilgan sodada e'tibor berish bo'yicha papiros Rossiyadan Amerika bozoriga $2 kirdi deyli. Endi bu imtiyaz, bu tartib elingandan keyin Amerika G'arb dunyosi ve 7 devlet tartib erish bo'yicha bu papirosga aynı baho bo'yicha yoki $5 yoki $10 talab qiladi, tamojna bo'yicha talab qiladi. Bu intayin zo'r iqtisod hücum yoki iqtisodda besim ishlatish degan. Dastlabda biz aytdik 26 kunimiz, 28 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida G'arb dunyosi Rossiyani xalqaro pul muomala sistemasidan chiqarib etdi dedik. Ondan keyin yaqinda sizlarga so'zladik Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyadan keladigan neft, xam neft, gaz, tabiiy gaz va ko'mir ko'kislarni import qilmaslikni qaror qildi. Hozir shunaqa munosabatlik holda, shu xam neftga munosabatlik holda dengiz yuzida 77 dona mayqachilab, may to'shiydigan parxod laylab qoldi. Rossiyadan may, benzin, neft qochilimidi yoki G'arb dunyosida qaysi bir tarafga ma'mudi 77 dona may qachilash, may tushirish parxod torbetlerdi. Endi hozir ikkinchi nuqta jonlidan nazarda tunugun ve bugün aytishiga qaraganda Ukrainaga hozir Rossiya armiyasi kiyib shaharga shiddatli hujum qildi. Bu urushda Ukraina armiyasi, Ukraina xalqi bir polk tank polkini betchit qildi, Rossiyaning tank polkini. Ondan jonlidan yana shu ikkinchi qatim motorlashgan bir brigada askarini Rossiyaning motorlashgan brigada asirni Ukraina xalqi betchit qildi. Hozir Ukrainaning bizida oldida deyilayotgan mesela Rossiyaning tunugun biz sizlarga aytdik doktorxona, hatto tug'utliq ayollar operatsiyasi, bolalar va o'smirlar doktorxonasini bombardiman qilgan, raketa bilan bombalag'anligini suratlar bilan torbetirdi ko'rib turibsizlar vatandoshlar. Bugun urush asli 3 kunda oxirlashidi degan urush. Anandan keyin tunugun ko'rib turibsizlar-ku Rossiyaning ichki qismidagi yuqori darajalik arboblar. Hatta prezident Vladimir Putinning bayonotchisi ismi nimati Peskovning qizimi torbetiga chiqib hushyor aloqa yo'llab bu urushga qarashtirganligini bildirdi. Urush hozir niyada? Mesela Ukrayna, mesela Rossiya ikisi kan qarindosh millatlar vatandoshlar. Kan qarindosh Slaviya millatları, Slaviya millatları vatandoshlar. Burun birga yashagan, birlik ichida yashagan. Keyin Gorbachevning siyosati bilan ular mustaqillik talab qildi, mustaqillig'i berib etilgan. Yani bu yer tunugun orliqda degani de Ukrayna ayni chog'da atom yadro davlati, 3. darajalik atom yadro davlatida mustaqil bo'lgan. Shu vaqtida xalqaro siyosatdagi nurg'unlagan xizmat ishlashlar va nurg'unlagan tarbiya, tanbih berishlar orqali buni Ukrayna bu qurollarning hammasi Rossiyaga topshirib etdimi yoki ko'ydirib yo'qotdimi? Ukrayna bu qurollardan, yadro qurollaridan ayrıldı. Hozir boshda nima dedik? Bir NATO'ning sobiq siyosat belgiliguchi odamining og'zini hozir nima dedik? NATO aralashmayman dedi, mayli dedi. NATO aralashmasan Ukrayna urushiga kirmaysan dedi, kirmaymiz dedi, mayli dedi. Lekin hozir NATO'ning harbiy qurol yaroqlari
Mesela NATO'ga tapşırıp verilgen, NATO'ga əvətilgen hərbi kural yaraklar ve bununla erişken Şərqi Avrupa'daki her qaysı devletler bu hərbi kural yaraklarını Ukrayna'ya yollawatıdı dedi. Bu fikir oçaq fikir boldu vatandaşım. Oçaq fikir bolğanda bir Ukrayna meselesinden ondaq addi mesele emaskenligini görüp alalaysiz. Hazır nurgullar yazıtaq köp yazılmadı. Bu kelgisi Avrupa, kelgisi dünyanın yeni tertibi muşulağışı yitip gelgende bu özgürüş, intayın zor özgürüş hasıl kılıdı dedi. Biz tünügün muhakeme ve vaziyet doğrusudur muhakeme elip bağınımızda ahırda bir cümle işlettik. Aksaray bugün Cungo'nun ismini bir vasıta eğiz kaldı. Çünkü Cungo eğizge alıdığan işini kıldı. Mesela hazır Rusya misal için değil, Ukrayna'da biyoloji ile kurallar ve kimya ile kurallarını işiltişke tayyorlik qilayotgan bo'lsa, oldin jamoat fikri tayyorlab, bu yerda tajribaxona va Amerika ochgan. Bu tuhmat. Bo'xton. Shu orqali o'ziga yo'l ochmoqchi, o'ziga yo'l tuzlamoqchi. Bu siyosatni Rossiyaning bu tashviqotini Jungo qo'llab, Jungo matbuotlari shunday tashviq qilishga boshladi. Natijada Amerika Qo'shma Shtatlari Aksaray bayonotchisi Jen Psaki Jungo Kompartiyasini eg'iz qilib, do'st tortishmadi. Eg'iz burun yalashdi Rossiya Jungo dedi. Men shunday dedim, oxirida bu xatarlik. Jungdan xay siz uchun aytganda, bugun Aksaray sizning ismingizni elib tanqid qilgan ekan. Bu xatarlik dedim, tunigun bugun ham bu xatarlik deyman vatandosh.